Milletişler, bizning Karolmas uramındagi binoni Tatar Milliy Harakat binodan Tatar Milliy Harakatning ko'p shigarg'atdilar. Hozir men sabablar fonda fikrlashib olaylik. Narsaga bitirganlar bizning binoni. Jiranroq o'ylab qolsang, hozir so'nggi 2 yilda Tatariston terisida bunday ekstremistlar, vahhabitlar ham boshqa kishilar ko'p isteriya bora. Rais Suleymanov kebek, Regnum kebek, Tomoyeva kebek shunday yazmalarda Tataristonda stabillik bo'lmau turunda bunda terroristlar qilish tutgan kishilar bor deb xalifat tizirgachiligiga tegib so'z qo'yirdilar matbuotda. Bu bo'lagina tug'il. Buning deb sababi respublikamizni bitiruv. Respublikamizni bitiruv shunday ssenariy bo'yicha borga mumkin. Tomlab turibsiz. Bizda ko'pdan tug'il universiada bo'ldi. Universiada kabi zo'r xalqaro voqealar Tatariston kabi subyektga bo'yinma berilmaydi. Onun indidir beyesi bu var, gazetedeki şey. Mene Qozonning 1000 yıllıgının beyesi, o bizning 95% kirimlerimiz Moskvaga ketiydi. Universitetning beyesi ish. To'g'ri, birinchi beyesi Tataristonning prezidentdan postdan yuqori chiqaruv. Ikkinchisi respublikamizning qonun bitiruv. Uchinchisi respublikamizning Tatneftdan Moskvaga tortib olib Rosneftga qo'shuv. Şuna göre mene hozir universiada bitti. Moskva o'zining makirlashlarini davom etishak. Bu endi ko'pdan Tataristonga qo'li kishiydi, Tatnefga qo'li kishiydi. Hozir federal xizmatlar Tatariston Respublikasini bitirish uchun uning negizini yo'qqa chiqarish kerak. Uning negizini yo'qqa chiqarish uchun milliy harakatni yo'qqa chiqarish kerak. Milliy harakatni yo'qqa chiqarish uchun uni uramga ko'p chiqarish kerak deb o'ylaydilar. Ammo ular yo'qishlar. Bundan turna birasiroq hozir tag'in bir necha moment. Universiada vaqtida bizning Tatariston bayrog'i ko'tarilmadi. Tatariston himni o'ynatilmadi. Hatto Tataristonimizning turalarini universiada ishlatgan, uning yillar bo'yi uning uchun ishlagan milliy xalqlarga so'z berilmadi. Bu narsani vatan Moskva milliy xalq bilan Tatariston Respublikasi bilan sonlashmavini anglatadi. Shuna olg'a taban narsa bo'lashaq. Avvalroq bizni ko'p chiqarg'ash, binodan ko'p chiqarg'ash respublikani bitirishlari borashaq. 10 nechik bo'lashaq. Respublikaning iqtisodiy aktivi Tatnefni tortib olib, respublikani oqshosiz qoldirib, respublikani bitiruv bo'lashaq. Bundan uchun milliy harakat tomoshabini chunki biz u Tatar ijtimoiy xo'jalik binosida Karolmas birda xalqni jiya olamiz. O'zimiz teresini xalq to'play olamiz, milliy o'zani o'stiramiz. Mana o'ylab qarag'izlar jamaat. Birgina insa fakt bitirib. Ozodlik Tatar yoshlari birligi Ozodlik Tatar yoshlari birligi shu binoda yilda 170 kishi ishtiraydi. Mana o'ylab qarag'iz bu songa. 170 kishi 60 taqir, 60 sayin Zikr diskussion klubi, milliy diskussion klubi, Karolti klub, shundan so'ng kino klub, Tatar ijtimoiy xo'jaligi bilan birga biz iftorlar ishtiraydik, Qurbon bayramlari ishtiraydik. Bu bunday ishlar qaysi ishlaysiga bu madaniyat ministrligining ishi. Biz bushloy, ixlos ko'ngildan bir tiyin ақшасы ishlaydi bu ishni. Shunga ko'ra bu ishlarni to'xtatish uchun maxsus ishlanadi. Shunga ko'ra biz binomiz uchun kurashishga tiyishmiz, chunki bu buniki tag'in bir muhim ayb. Kim bizni quvib chiqarganligini arshini anglamaydi. Binoda milliy harakatni quvib chiqargandan so'ng milliy harakat o'zini to'xtatmayshak baribir. Ammo menda sizda bir kimda bunda garantiya bera olmay, milliy harakatning radikallashib ketuvi hamda davlatga ishonmagan formada boshqa formalar olib ishlavi. Shunga ko'ra milliy xalqlar buni o'ylarga tegishganda Bunlar adekvat javob berishga tegish. Eng muhimi shuni eslatib o'tishim kerak. 90-yillarda baradik milliy harakat orqasindagina Allah hukumatga keldi ham baradik milliy harakat orqasindagina bugun o'xshilik qildilar. Ham baradik milliy harakat orqasindagina ular bugun turada o'tiradilar. Hamoning boshqa ishlar eng qizig'i agarda respublikani bitirsalar, u hozirgi elita bir kimga kerak bo'lmayacak. Respublika elitasi Rossiya elitasiga olishtirishak. Ular bu ularga deyil. Ya'ni ularning o'xshalarida yo'qqa chiqashak. Ham ularda endi bugun bir kimga kerak bo'lmayacak. Bunalar istatirga deyil, bunalarning qanday bo'lsa kerak. Iloqasi
мында тепеш. ФСБ hem de Татарстанның аппарат президентында эшләүче Камалетдинов белән Терентьевның эше бу. Алар моның өчен тулы рәвештә җаваплы. Һәм дә без китмәбез диябез икән. Бу бинадан китмәбез, ахырга хәлне тарашабыз. Ачлык игълан итеп, халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итәбез. Бүгенге көндә мин үзем Азәрбайҗан, Төркия һәм тагы берничә илнең яшьләренә мөрәҗәгать иттем. Алар урамга пикетларга чыгарга әзерләр. Һәм дә мин ишетәсем килә. Әгәр дә безне бу бинага калдырмасалар, biz зур, бик зур тавыш чыгарачакбыз җәмәгать. Binаны саклап калабыз, китмибез. La ilahe illallah! La ilahe illallah!